Assalomu alaykum o'rtoqlar tashkilotchilar. Xudo xohlasa mana Bekatuvda yana bitta kat yo'lda ustanovkasini qildik. Voydada ishlab chiqarilar ekan. Bu konturli kat yo'l, hozir bitta konturidan foydalanyapmiz. Bu kat yo'limizni obzori. Mana shu 4 ta eshigidan iborat. Yonida bunkeri bor. Bunkerida bir sutkaga yetadigan ko'mirchi bor ekan. Mana ventilyator bor. Mana bu ishlash jarayoni hozir ko'rsataman. Eng tagida mana ko'mir yonyapti. Ko'mir mana shu holatda. Ana ikkinchi achsekida dabavishning o'tin yoqsa ham bo'lar ekan, qo'shib. O'zi mana uchinchisi. Hozir bu yoqimni yoqqanimiz uchun parlanyapti. Tartib anaqasi borda. Mana bu eng tortib turgan joyi. Hozir ancha namligi bor, yalchib ketsa. Xo'p. Boshimiz mana gruppa bezatamiz. Bir yarim. E'tibor beringlar. Obratni klapdan qo'ydik. Chunki bu to'rtta tobli kat yo'lda ichida musor, strushkalar bo'lsa, mana shu katta filtrda qoladi. Bundan chiqib kelyapti. Gidrokollektorimizni o'rnatdik Nerjevikadan. 3 konturli. Birinchi konturimiz toplib olgan mana trexodovoy bilan ekspertni trexodovoyni o'rnashtirib qildik. Ruchnoy. Hozir boshlanishiga 60 ga qo'ydik, keyin 40 ga tushirib qo'yiladi. Epaning asoslari 6 ga 25 asoslarimiz sentralniga obratkasiga 8 ga 25 ga qo'yiladi. 36 talik rashfakimiz bor. Tayyor kranlari bilan. Kranlar, kas kranlardan foydalandik. Turkiyaniki. Даже mana filtrlar ustunovga qo'ydik. Даже mana kattalarimizni motorlarimizni aynaqasi tiqilib qolmasligi uchun. Xo'p, mana bu kranlar qo'ydik slivlarga, bu ertadan keyin sistemalarga yugani. Sistemamiz to'ldirganda ikkitalik epani filtrdan foydalandik. Bu asosimiz. Mana ishlab turgan holat. Hop, demak bu ko'mir datchiklar mana hozir mana elektr o'rnatib ko'rsatamiz. Graduslarimiz hozir mana kat yo'lda 91 gradusga chiqdi. Demak, adachamiz 60 metr yuribdi adachamiz. Obratga o'zi mana 64-65 qaytyapti. Mana datchiklarimiz ishlayapti. Bu aqlli katalog. Vaqtlari qo'yilgan. Graduslar ko'rsatyapti. 62 gradusda. Avtomatik. Gasko'zning slivlarigacha kranlar qo'yilgan. Ishlash jarayoni. Mana batareya. 46 gradus. Çok ishlayapti. Hop, topli bolimiz konturlarni ko'rib chiqamiz. Mana bu topli bolimiz konturi. Endi bu suvlar tagida sovuqda 30 gradus ekan. 30 gradus. Obratkasi ancha sovuq qaytyapti. 8,5-9. Radioning ichida sovuq turibdi-da. Hop, endi bundan spalniga kiramiz. Spalniga batareyani ko'ramiz. Spalniga batareyamiz. Spalniga batareyamiz 47.6. Chotki ishlayapti mana. Hamma yoqdan suv zo'r yuryapti. Ha.
47.3 ekan buni. Materiallar mana ishlashi zo'r. Hurmatli podpисчиlar, mana shunaqa ishlar kimga kerak bo'lsa, xizmatdamiz. Bexijolat telefon qilaverasizlar. Tyordi to'pli katyol bo'yicha ustanovkalar qilib beraveramiz. Gazli katyollar, elektrisiy katyollar ham ustanovka qilamiz. Batareyalar, topli pollar, hamma sistemasini qilib beramiz. Ochiq sistema, yopiq sistema. Like va podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xizmatlayinda Dilshodjon santexnik.